Ayolini bir kasalligi bor ekan, terida oq dog' kasalligi bor ekan. Haligi kasalligini davolashini shu borganda debdi ashitda niyat qilib, bitta idishda zamzam suv olib kelib bering. Shu ayolingiz bir ustidan suv quyib yuborsan, xilos qilib inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi debdi. Endi zamzam suv kasallikka shifo, qorni ochni to'g'diradi, chanqoqni qoldiradi-da. Zamzam suv nima niyatda ichilsa, ana shunga inshaalloh shifo bo'ladi. Haligi hoji buva shashilib choyni ichibdi-da, xuftonga shashilib chiqib ketibdi. Ayoli aytibdiki, ketishidan oldin shu choyga tushishdan oldin aytib menga zamzam suv olib kelib bering debdi. Ana shu ishni qilib qo'yaylik debdi. Ha bo'p deb ixlos bilan endi ayoli qolib ketibdi mehmonxonada, u ketibdi-da, u hoji buva borib Ka'bani tavof qilib turib, o'tirib namoz o'qib, meni bolam, meni ayolim shuni aytdi. Men bakalashga olib kelmabman-ku ayolimga suv olib ketgani. Endi hozir zamzam suv qani desa, men zamzam suvni nima olib boraman deb Parvardigor shu bitta bakalashga bo'lganda zo'r edi deb duosi tugamasdan mana shu duo ochib turgan holatda bitta odam mana senga habibi deb hadya deb tashlab ketibdi bakalashga. Haligi joyda haligi hoji buva aytadiki, yig'lab aytadiki, men duo qilishni bilmabman deydi. Ana shu joyda Parvardigor meni ahliyamga shifo bergin shu kasallikka demayman, duo ijobat bo'ladigan joyda turib qolgan ekanman. Ka'batullohga qarab o'tirishligimiz ham bizni yutug'imiz. Sizlarda kech paytda bu chaqirishligimizdan maqsadimiz juda ko'p odam aytadi, kelgandan keyin bizni vaqtimiz ketib qolyapti yo'limizga, boshqa deydi. Biz uxlashlik vaqtimizni hisob-kitob qilmayapmiz. 2 soatdan uxlaydigan bo'lsa 20 yil uyquga ketar ekan. Yana 8 soatdan bir ishda ishlaydigan bo'lsa, 8 soatdan ketgani yana 20 yil ishga, 40 yili ketdi ishi bilan uyquga. 58 yili odamdagi yoshlik, uyqu, ish taomlanish bilan o'tib ketdi. 2 yil qolyapti. 60 yil yashaydigan odam 2 yil Alloh taologa ertaga huzuriga borganda bandam 2 yil ham ibodat qilmaganmisan desa nima deymiz? Lekin Alloh taoloning bizga mehribonchiligini qarang. Ramazon oyini berdi. Bandalar gunohdan mag'firat bo'lib qiladigan amallarni Alloh taolo 700 mingdan ziyodasini beradi Ramazon oyida. Mana shu Ka'batullohni berdi, Masjidin Nabaviy, Masjidil Haromni berdi. Masjidin Nabaviyda qilingan bir rakat, bir nafl 100 ming barobar bo'lsa, Makka mukarramada qilingani 100 ming barobar. Endi bu joyda bizga nimaga chaqirdi desa, Parvardigoro ana shu savob xaltangni mana shu yerga kelib to'ldirib olgin degan maqsadda chaqirdi. Biz bu joyga shikoyat uchun emas, ibodat uchun keladigan bo'lsak, ibodatimizda mazza topamiz. Ibodatimiz lazzatli bo'ladi. Mana shu Ka'bani ko'rib turganimizda mazza qilamiz. Alloh taolo bu joyda qilgan ibodatlaringizni o'zi qabul qilsin. Bir cho'ntagiga tiqib bir pulni ehson qilib yorishligini oralig'ini 500 yilga teng degan ekan. U cho'ntagidan olib chiqarib yorguncha 500 yilga teng ekan. Endi sizlarda Alloh taolo mana zurriyotinglar jo'natganda farzand o'g'ildir qizlar. Ularda haqiga ko'p duo qilinglar. Chunki ota-onani mana shundoq sizlarni mana shunday qilayotgan duoinglar ijobat inshaalloh. Bu joyda juda ko'p odamga aytamiz kelganda, mana sizlarning kelishinglarga kim sababchi bo'lgan bo'lsa, haqqiga duo qilinglar. Bular ham bitta banda. Misol uchun mana shu akamiz orqalimi, kim orqali kelgan bo'lsanglar, sizlarning bu joyga kelishinglarga shular sababchi bo'ldi xolos. Mana shu Suriyada qattiq urush bo'lganda bir yosh 3 yasharli bolani onasiga aytgan gapini eshitib turib, hozirgacha miyamdan chiqib ketmaydi. Shunaqa 3 kun 4 kun yig'laganman shuni eshitib. Har kuni eshitaverasdim. 3 yasharli bola onasi bilan harobalar ostida qolib ketgan, yomg'ir yog'yapti ekan. Yomg'ir yog'yapti ekan, qarangki, haligi joyda 3 yasharli bolani onasi yomg'irdan himoya qilishlik uchun harobalardan, portlashlardan qolgan bir eshikni topib kelib, atrofiga yog'ochlardan ustun qilib, eshikni ustiga qo'yib, haligi bolasini yomg'irdan saqlashlik uchun tagiga qo'yibdi. Shunda haligi bolani qarang, 3 yasharli bola ekan, tilga kirib gapiradigan bola. U bolalarning gapini Alloh taolo tepadan gapirtirganda ularni aytibdiki, onajon debdi. Shu hozir debdi, eshigi yo'qlar nima qilyaptikin degan ekan. Hozir eshigi yo'qlar nima qilyaptikin bu yomg'irda degan ekan. Biz dunyoda o'zimizdan balatiga qaramaymiz. Bizdan ko'ra qiylanayotganlar bor, biz shunisiga shukr deymiz. Lekin dinda o'zimizdan balatiga qaraymiz. Mana shu odam o'qiyaptimi? Men ham insonman, shuni qilsam bo'ladi degan narsaga qaraymiz. Endi sizlardan bitta iltimosim, hamma hojiga-hojanalarga aytaman. Tasniya degan kitob bor. Bu kitobda bitta narsani aytilganki, inson ilm o'rganishlik uchun yosh tanlanmaydi. Bir odam bir oydami, bir haftadami, 10 kundami bir oyatdan Qur'on o'qishda yo yodlashni yo'lga qo'yib olgan bo'lsa, ana shu odamning maqsadi Qur'on yodlash bo'lsa,
u odam ajali yetib 10 pora o'qiydimi, 15 pora o'qiydimi, o'tib qolsa, o'rniga Alloh taolo bir farishtani qo'yar ekan. Bu farishta qiyomat kunigacha ana shu odamning o'rniga Qur'onni ana shunday takror qilar ekan. Endi aytadiki, buni yana bitta misolini aytadiki, qiyomatda qorlarda qatorida tiriladi deydi. Borgandan keyin Qur'on o'qimayotgan zurriyotilar bo'lsa, Qur'on o'qitishga, o'zingizlarda ham kunlik yo haftalik yo oylik hech bo'lmasa bir oyatdan bo'lsa ham Qur'on yodlashni yo'lga qo'yib olsanglar, inshaalloh mana shu qilgan umringizlarda qabuli ana shu bo'ladi. Tavba nima desa, tavba gunohni qaytarmaslik. Bir gunoh bor, bu gunohni o'zimiz bilamiz, xolos, boshqa hech kim bilmaydi. Ana shu gunohga tavba qildingmi, endi uni qilmasligimiz kerak. Borganinglardan keyin, men hojonam oldin manaqa ishlari bor edi, Allohning uyini ko'rib kelib, shu hojonam o'zgaribdi. Endi men ham Ka'baga boraman, Ravzaga boraman deb qolsin odamlar. Bir mahallada bir to'yda hashamat qilayotgan bo'lsa, kirib, mana shu hashamatni qilmaylik, biz borib ko'rib keldik, ko'chalarda o'tadigan odamlarni ko'rdik. Shu chiroyli holatda bu ibodatlar qilayotganinglarni ko'rib, bularni shu hozir ham Ka'bada ekan deyishdi, xursand bo'lib ketdim men. Bu muhabbatdan-da. Muhabbat bo'lmasa hech kim chiqmaydi. Biz shunaqasini ko'rdik. Bir hoji buva keldi, bir marta umrasini zo'rg'a qildirdik. Hoji buva chiqing Ka'baga ibodat qiling desa, yo'q, meni o'g'lim aylanib kelasiz deb jo'natdi. Meni noto'g'ri joyga olib kelib qo'ydi. Men ketaman, tezroq jo'natish bor deyapti. Qarang, bu muhabbat qalbni ochib qo'ymasa bu joyga kelib turib, Xudo ko'rsatmasin, ana shundoq turaveradi odam. Xudo bizni qalbimizni ochib qo'yganmiz, Ka'bani ko'rganda yig'layapmiz. Ravzani ko'rganda yig'layapmiz. Bu qalb ochiqligidan. Agar insonda qalbi ochiq bo'lmasa, ana shundoq turaveradi. Shuning uchun biz sizlarni muhabbatinglarni ko'rib turib, hoji akamga bo'ldi, men borib, qo'limdan kelgancha inshaalloh ana shu hojonalar duosini olib kelaman deb keldim. Hammalardan ibodatinglardan Alloh rozi bo'lsin. G'animat kuninglar qopti. Bu kuninglardan chiroyli foydalanib olishlikni Alloh o'zi nasib qilsin. Parvardigor olam, bu hoji akalarimiz, hoji onalarimizni bu muhabbati o'laroq bu joyga chaqirding, Parvardigor. Bu joyga tavba qilgani kelishdi. Parvardigor o'zingning huzuringga iltijoga kelishdi. Bu imkoniyatdan foydalangani kelishgan, Parvardigor. Bularni Parvardigor ibodatlarini qabul qilgin. Zurriyotlaridan Parvardigor mukofotlari o'raroq buni. Bu muhabbatini mukofotiga qori, qurra, olimi, ulamo bo'ladigan zurriyotlar nasib qilgin. Davra qiyomatgacha keladigan zurriyotlarni Parvardigor o'zingga ibodatli, itoatli, taqvolilardan qilgin. Bu hojonalarimiz, hojakallarimizga mana xizmat qilayotgan bu Avazbek akamiz, Abdulloh, barcha hammalarni Parvardigor. Xizmat qilganga xizmat qilinadi deyilgan Parvardigor. Shu xizmatlarni mukofotini jannatda Parvardigor farishtalar xizmat qiladigan, hurlar xizmat qiladigan mukofotlar bilan bergan. Bu hojonalarimizga zurriyotlari mana xizmat qilib chiroyli joylarga olib kelyapti. Ba'zi bir odamlarning farzandlari u yoqqa bu yoqqa chet elga jo'natsa, sizlarni Xudoning uyiga jo'natibdi. Bu farzandinglarning muhabbatidan. O'ynagani jo'natmayapti, dam olib kelgani boshqa yoqqa jo'natmayapti, sizlarni shu ibodatga jo'natibdi. Bu yana bitta sizlarning yutug'inglar. Ahli solih farzand tarbiyalaganlar uchun mukofot bu. Topganlariga baraka bersin. O'rnini tez kunlarda to'ldirib qo'ysin. Parvardigori olam zurriyotlaridan Parvardigori shu xizmatlarga bundan-da ziyodasi bilan zurriyotlar Parvardigori xizmat qilsin. Allohumma aftah lana bil khayr va xtim lana bil khayr. Allohumma inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rohimin.